I spend a little time last year feeling so strange. I get the feeling he wants to. Yurak kasalliklarida ayniqsa juda ham kerak qolgan bilarum, chunki hamma organni sloykalari qandaydir sulfat gyaluronkadan iborat qolgan. Bu bo'lmasa hech qaysi organ yashamaydi, yaxshi qurib qoladi. Tasavvur qilinglar, mana go'shtlarimiz bor, yangi so'yilgan qo'y go'shtidan sirpanchuv bo'ladi, tepalarida shilimshuv. Mana mana shular qolgan bilarum gyaluronka hisoblanadi. Ular sirpanadi, ancha-muncha infeksiyalar o'tib qolmaydi. Ayniqsa yurak kasalliklarida juda ham rezultat ko'p, juda ham. Ularni musirni tashiydigan ichimizdagi limfa hisoblanadi. Limfani bezlari bor. Nima vazifani bajaradi bular? Immunitetni ko'taradi. Nima qiladi? Virus, bakteriya ichimizga tushgan ovqatni musirlarni hammasini yanchib, suv orqali chiqarib olish kerak. Agar suvni normal ichmasangiz, qanaqa qilib limfa tozalaydi? Musir mashina musirlarni to'kib ketyapti yo'llagan. Odam saqlanadi. Endi uning uchun limfa ishlashi yurishimiz kerak. Yurmasak, oyoq ikkinchi yurak hisoblanadi. Yurmasanglar, buni ichib o'tirsak, to'liq ta'sir qilmaydi, foydasi yo'q. Alloh bizga shu ne'matlarni berib qo'ydimi? Suvdan qaysi birimiz barib olib chiqardik o'sha Okinawa orolidan shu marjon tuzlarini. Tayyor olib chiqib beribdi, Allohga shukr, bizga shu yetkazganiga. Men juda ham xursandman, chunki bemorlarim juda ko'p 5 yil, 6 yil, yillab tuzalmagan bemorlarim tuzalyapti. Men juda ham xursandman, juda ham mo'jiza topib oldim deb o'ylayman.